Assalomu alaykum tinglovchilar, joninglar omonmi, tinchmisizlar? Hozir bir she'r o'qishga tayyorgarlik ko'rib turibman. Bu she'r kinoya tarzida yozilgan. Qaysidir satrlari hazil tariqasida tuyulishi mumkin-kuda, lekin odamzodning ichidan chiqqan, dilidan chiqqan dard. Kim aytdiki, bu davlat xalqqa qilmaydi himmat? Himmatimiz ortidan go'shtni qildikki qimmat. Go'shtni qimmat qilmasak, oshqozonni yemirib, har kun osh yeyaverib, xalq ketadi semirib. Yo'llar egri bugriymish, buning nesi falokat? Tekislasak ko'payar axir afta halokat. Ko'plar chet elda qulmish, ekkanini o'rsin-da. Nuqul vatanda ne bor? Xorijni ham ko'rsin-da. Xalq hanuz ko'mir tappi o'tin yoqishga qodir, gaz bersak kim javobgar? Portlash bo'lsa sodir. Emas o'choq chippasi qimmatligi yashirin, axir sababi ham bor, taomlari zo'r shirin. Xalqqa yaxshi bo'lsin deb turfa reja tuzdik-ku, yangisin bermasakda eski uyin buzdik-ku. Suvni bemalol qilsak ehtimol bor toshishi, zinoni ko'paytirar xalqning maoshi oshishi. Ro'molni taqiqladik, xoyillar misol pisib, qizlar yoz chillasida ketmasinlar deb isib. Chiroqni ham o'chirdik, bizlar kunda kun ora, xalqni o'ylab farzandlar ko'proq tug'ilsa zora. Yoqilg'i narxi oshdi. Xalq norozi boqmasin, arzon qilsak hokimdek sultonni ham yoqmasin. Uyda ne ham qilardi, g'iybat sotardi bekor, ayollarga taqiq yo'q, 3dan biri mardikor. Ammo hijob o'rasa, po'stagini qoqamiz, erla qo'shib ikkisin avaqtada boqamiz. Oliygohga kirmoq uchun goh oshkora, goh pinhon pora olib turmasak imtihonmi imtihon. Haydovchi kissasiga yana qo'lin solajak. Qo'l solmasa yo'l patrul xodimi och qolajak. Faqatgina u emas, biz ham qo'lni solamiz, yo'qsa Toshkent Cityni qandoq qura olamiz? Uylarni buzsak bizga yo'qdir chiqim bor kirim. Ishkal chiqsa so'raymiz, til uchida kechirim. Xullas nima qilsak ham shu el uchun, xalq uchun, lek anglolmaymiz millat, qadrimiz bilmas nechun. Xalqqa bizning yaxshilik Samsung emasdir Artel. Nahot barcha islohot bo'lsa 1-aprel. O'ylab ko'rib mag'zini chaqib ko'ringlar. Abdurahmon Meshayan qalamlariga mansub she'r bo'ldi. Salomat bo'lasiz.